O'qituvchi uchun birinchi navbatda oilaviy tinchlik. Birinchi agar oilaviy tinchlik bo'lmaydigan bo'lsa, har qanday kasbda uning samarasi bo'lmaydi. Ikkinchi navbatda asosiy omillardan biri bu iqtisodiyot, uning oyligi. Har qanday o'qituvchi bo'lsin, u albatta o'zini mehnatini oylik bilan baholaydi. Uchinchi navbatda mana shu ishlayib turgan oliy dargohidagi muhit, sharoit. Ya'ni mana shu o'qituvchiga keltirilgan sharoitlar va o'qituvchining erkinligi va o'qituvchining ma'lum bir qadr-qimmatini ulug'lanish. O'qituvchi qaysi jamoada maza qilib ishlaydi? O'zini shaxsiy fikrini erkin holatda bildira olgan jamoada o'qituvchi maza qilib natijaviy holatda ishlaydi. Ya'ni o'zini ko'ngli to'lib natijaviy holatda ishlaydi. Binoingiz hashamatdor bo'lsin, o'quvchilar uchun har qanaqangi sharoit qiling, lekin o'qituvchi uchun erkin muhit yaratilmaydigan bo'lsa, bu jamoa rivojlanmaydi. Bu yerda ta'lim tizimi rivojlanmaydi. Kun sayin orqaga qarab ketaveradi. Mana misol uchun o'qituvchi o'zini qaysidir bilimini erkin holatda bildira olish uchun birinchi navbatda nimadan boshlanadi? U erkin holatda rahbarga kirib o'zini fikrini bildira olish kerak. Va bildirilgan takliflari, o'qituvchi tomonidan bildirilgan har bir takliflarini amaliy holatda qo'llash kerak. U to'g'rimi, noto'g'rimi? Chunki ta'lim tizimida noto'g'ri qo'llangan uslub ham qaysidir qiymat uchun to'g'ri bo'lib sanaladi.